Yok hammaga salomlar. Sizlarga yana men mumkin dek olaymiz va bugungi videoda Robloxga qanday cheat qo'shishni o'rganamiz. Ve boshladik unda. Birinchi bo'lib Robloxingizni o'chirasiz. Hozir o'chirasiz Robloxni. Keyin Telegramga kirasizlar. Hozir kiradi. Telegramga kirasizlar. Keyin uyga Nurik Roblox deb yozasizlar. Qidirishga Nurik Roblox mana chiqdi. Bu kanal hammanikida ham bo'lmasligi mumkin. Agar bu chiqmasa, agar bu kanalni yozasizlar, mana shu kanal mana kiramiz. Kanalni boshlariga qilamiz. Bari hammasi bir versiyada. Fayllarga kiramiz. Eng oxirgi versiyasi mana. Tatli yuklanyapti. Ozgina kutganimizdan keyin o'zi yuklanib qo'yadi. Keyin videoni davom ettiramiz. Mana yuklanib ham oldik. Va o'shani o'rnatasizlar Robloxni o'chirgandan keyin. Agar nima upgrade deb chiqib qolsa, yangi versiyani yuklab olasizlar. Ha, bizlar bitta emas, ikkita emas. Bu meni do'stim. O'shanga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Endi chiqasizlar, keyin Robloxga kirasizlar. Keyin hozir kiryapti mana. Video yoqadigan chiqadi hozir. Bu yerda bak bo'lib parol mana buni yoqmasangiz ham mod qo'shilmaydi. Agar bu yerda nima parol chiqmay qolsa, keyingi videoda kalit olishni ko'rsatamiz. Va hozir mana kiryapti. Hozir upgrade deb chiqadi. Nima edi? Upgrade deb chiqishi mumkin. Agar chiqmasa, upgrade eski versiyalarda chiqadi faqat. Hozir biz eski versiyani skачать etyapmiz. Eski emas, 2701 bundan avvalgi versiya. Chiqib qaytadan keldi. Pachoq. Mana. Sizlar like bosib esinglardan chiqmasin. Chunki buni men zo'rg'a qildim. Qilib berdi desam ham bo'ladi. Qildim-ku o'zim. Qilib bermadi. Kreativ akkauntdan sanni bosib tashlaymiz. Nima dirijator qilsangiz qabullaymiz. Nima yozamiz? Korotchi kallaga nimalarni yozamiz? Yo'q. O'zim hozir yozaman. Zaynab. Zo'rda. O'g'il. Yo'q, kerak emas. Ben Lakaku Honjam 111 degan akkauntlarimiz ham bor. Hozir parol qo'yarik. Ana akkaunt ham ochib bo'ldik. Mana 99 nights. Endi 9 kun yashashga kiramiz. Agar men unda cheat qilolmayman desangizlar, void var deb yozasizlar. Bulutni ustiga bosib. Mana hozir kalit so'rash mumkin. So'rasin. So'radi. Ana endi. Keyingi videoga tushishimiz mumkin deb. Hozir kalit so'ramayapti. Mana buni ochib olaydi. Nima qilas? Sportni qilas. Kerak emas. Mana hozir mana bitta olmozni ochib olaydi. Turing.
Agar boshqalarnikida void variant qayerga yozamiz sizlar mana bu yerga Fly va 3 desangizlar uchasizlar. mana shu yerga Mana shu yerda turibdi. boshdan ko'rsataylik. Mayli. Void variantni ko'rsatmay, u ochmaydi-ku mana bu yerda. Void variant mana bu yoziladi. Uni o'yinning ichiga kirgandan keyin mana buni bosmaydi, nima qilasizlar? Bo'lmasa kirmaydi. Keyin mana buni bossangizlar, keyin bu qani mana buni bossangizlar, Saqlanib qoladi. Keyin uyni bosib qilaverasizlar. keyin mana buni bosib qilaverasizlar. Mana bor. Keyin mana yerga nima deb yozsa bo'ladi? Fly va 3 deb yozsangiz. Bu uchishga kerak bo'ladi. Mana shu yerda bosasizlar. O'yinga kirmasdan ham uchsa bo'ladi. Buni boshqacha ham bor-ku. Neyse. Do'stlar, sizlar bilan yana men dekolaymiz bo'ldi. Bugungi videoni ko'rganingiz uchun rahmat va xayr.